Bugun yurtimiz maktablarida so'nggi qo'ng'iroq yangradi. Bu yoshlarimizning maktab bilan xayrlashuvi, yangi hayotga yo'l olish payti. So'nggi qo'ng'iroq ularning kelajagi uchun eshik ochmoqda. Mamlakatimizdagi 10 mingdan ziyod maktablarda mehribon ustozlar, hurmatli ota-onalar ishtirokida so'nggi qo'ng'iroqlar jaranglab, 450 ming nafardan ortiq bitiruvchi yoshlarimiz sha'niga ezgu tilaklar bildirildi. 11 yillik umrining betakror lahzalari o'tgan maskandan uzoqlashish aslida juda mushkul. Biroq So'xlik maktab bitiruvchilarining kelajakka ishonchlari mustahkam. Ayniqsa davlat rahbari tomonidan bitiruvchilar uchun yo'llangan tabrik So'xlik yoshlarni yanada ruhlantirib, ularni ezgu maqsadlar sari qadam qo'yishga undagani ayni haqiqat. Biz bitiruvchilarga bugun muhtaram prezidentimizning tabrik so'zlari o'qib eshittirildi. Prezidentimiz o'z tabriklarida halol va mashaqqatli mehnat, ilmga, kasbga, ota-onaga bo'lgan sadoqat insonni yuksaltirishni alohida ta'kidlab o'tdilar. Shu jumladan biz yoshlar ham prezidentimizning ushbu so'zlaridan o'ziga xos motivatsiya sifatida foydalanib, kelajakdagi qiladigan qarorlarimiz va kelajakdagi bajaradigan ishlarimizda bu narsani o'ziga xos yo'l boshlovchi sifatida ishlatamiz. Davlatimiz rahbarining ta'biri bilan aytganda, yoshlarning yangi g'oya va tashabbuslari, turli sohalardagi yutuqlari yangi O'zbekistonni yanada qudratli etadigan moddiy va ma'naviy asoslarni barpo etishga beqiyos hissa bo'lib qo'shiladi. Kelajagimiz vorislari ertaga O'zbekistonni yanada kuchli, rivojlangan va baxtli davlatga aylantirish uchun o'zlarining bor bilimi, iqtidori va kuch-g'ayratini safarbar qilsa, ko'zlangan maqsadlarimizga albatta erishamiz.